Do'stlar, assalomu alaykum. Hammom qilayotganda joy tashab ketish uchun razmerlarini eslatib o'taman akalar. Pechkamizning razmeri 70. Bu joy devorlar haqqi. Bu hammom ichida bo'ladi. Titaning ustiga kiydirib qo'yiladi. Joy tashab ketadigan yeringlar mana yerdan xo'p 40. Buni ham 40 tashab ketaveringlar, oyog'ini hisobi ham bor. Endi 36. Qalinlik to'rli bo'ladi mana. O'tga chidamli qalinroq qilib qo'yganmiz. Suv sepsanglar ham ancha-muncha korroziya bo'lishi kamroq bo'ladi. Sababi konteynerdagi suvga chidamli material bo'ladi. Bu yeriga rishotka qo'yib beramiz akalar. O'txonasi. Titani mana akalar, yangi 2 lik listdan qilib qo'yganmiz. Trubichkalarini o'ng chapini aytsanglar qo'yib beramiz. Bu yerga ariston qatirib qo'yasizlar, isitadi. O'zi o'chib yonadiganidan qo'ysanglar qulay bo'ladi. Titanimiz bu yerga kiradi, titan aylanadi. Tutunlari bu yerdan chiqmaydi, mana ichidan chiqadi. Kimga hammom pechkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaringlar. Narxini qilib beramiz, bitta titan qo'shib beramiz, ustiga narxini 1 400 000 so'mga qilib beramiz, do'stlar.